sizlar bilan ayollarning eng nozik joyi bo'lgan oynani sinab ko'ramiz. Oyna salfetkamizni. Salfetka o'zi kir bo'lib ketdi. Oynani mana ko'ringlar. Assalomu alaykum qizlar, xayrli kun. Bilaman, hamma oyna artishga qiynaladi. Men ko'p video qildim, u yerda bilinmadi. Oynam toza oyna artgandek bo'lib qoldim. Atida mana oynani mayonez surdim. Eng yolg'on narsa surib, tomat surib tashladim. Endi shuni mana oyna salfetkada sinab ko'ramiz. Bilaman, o'zim ham shu oynadan qiynalganman. Eng nozik joyi ayollarning oyna artish. Chunki biz oynani qayta artib, ho'llatda, quruqlatda, yana spreyla sepsi ham idealni artmaydi. Mana. Hammasi o'zida qoladi, mana ko'ringlar. Shuni bir toza joyiga artsam ham, hozir toza joyiga ham artib beraman mana. O'zida qoldi salfetkan. Tarqatmaydi qizlar, tarqatmaydi. Mana qizlar, oyna yo'da toza bo'ldi. Men bu salfetkam o'zi kir.